Kamol aka, Hoji aka. 20 yillik ekspertsiz. Uy, mashina sohasida. Qo'rg'ontepa tumanining Qoq markazidagi 1 sotik quruq yerda o'rtacha narxi nech pul? O'rtacha 4 mingdan boshlanadi. Eng pasti 4 mingdan boshlanadi. Endi u yoqqa keta oladi. Gaz va suv muammosiz bo'lsa-chi? 4 ming, o'rtacha 4 ming hisoblaylik. 4 ming. O'rtacha 4 ming. Shahar markazi uy istagan ijozlarimiz uchun qurilish tugallanmagan tayyor kottejimiz bor. Ko'rsataymi? Ko'rsating aka. Mana shahar markazi katta yo'lga 200 metr. Katta yo'lga 200 metr bu yoqda hamma yo'q aholi. Gaz, svet, suv hech qanaqa muammosi yo'q. Endi qayda padushkalari bilan o'ta chiroyli qilib mustahkam qilingan. Endi buni egasiga zarurat bo'lib sotib yubordi. Biz oldik. Xudo xolasa biz ham sotamiz buni. Eng qiziqarli joyi yerni pulidan jinday farq qiladi xolos. Hozir agar olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, xolos ipoteka, xohlasa naqd pul, aytgan yo'lga yurilaveradi. Xohlasa perishini plastik ham savdo bo'ladi. Hozir mana bu yerda 3 ta bo'lak bor. Hozir biz hali bo'lib ulgurmadik buni. Haqiqatan buni bo'lsak, 3 ta chiroyli kottej tushadi. Xohlasa 1 etaj, xohlasa 2 etaj, tesma poyezdlar, padushkalar bilan hamma yo'q chiroyli qilib qilingan. Qurilish tugallanmagan bu zamonaviy kottejlaringiz puli nech pul donasi? Donasini qanday desa, hozir sot yerimiz o'zi 4 ming, 4,5 mingdan bo'lganda ham 12 ming, 13 ming pul olarkan. Biz hozir buni qilgan rasotimizni hisoblaymiz xolos. Hozir bizga qilgan rasotimiz o'zi 20 mingdan o'tib ketgan. Biz 20 ming deymiz, 20 mingdan tushib beramiz pulini. Tushib berasiz. 20 dan tushib beramiz. Hujjatlari joyida, notarsda pul sanaladi. Hech qanaqa muammosi yo'q hujjatda. Tayyor loyihasi bor. Loyihani o'zini 1200 qilingan. Loyihasini o'zi. Endi buni xohlovchilar bo'lsa, loyihasini beramiz. Dash olib boraman desa, 2 etajga o'zi moslangan. Xohlasa 1 etaj qiladi, xohlasa 2 etaj qilinaveradi. Kottejlar nech xona aka? Har bittasi 5 xona. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, yana 5 xonaga moslashgan. Hammasi sanuzellar, hammasi ichida, kanalizatsiyalar tashqariga chiqarilgan, tayyor holatda. Tashqarida zelyoniy zona, mashina qo'ygan parkovkasi, darvozaxonasi. Bekam ukas ham yo'qsa bo'ladigan holatda. Hayot birinchi boshlanishi fundamentdan boshlanadi. Fundament mustahkam bo'lsa, hayotingiz ham mustahkam bo'ladi, uyingiz ham mustahkam bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Baquvvatiga mo'l qarang, ancha-anchasi qilmaydi buni sotiladigan uyga. Bu sotish maqsadida qilinmaganda bu. Keyin uni kelinglar o'zimiz tushuntirib beramiz.